Bu juda qiyin. Hammaga salom. Bugun yana shu qiyin yarim kunlik ishni bajarish uchun keldim. Men biroz ish bilan YouTube tomosha qilayotgandek his qilyapman. Jivonni qo'llab-quvvatlash uchun kelgan arizachi. Iltimos, chiqing. Biz birgalikda qilmoqchi edik. E'tibor bermang. 잠시만요. 1, 2, 3. 알바 지원금 데뷔몬스터. Bizga vaqt bering, yana bir bor uzr. 알바 지원금 데뷔몬스터입니다. Yo'q, lekin eshitganimda ikkalasi haqida ham uning shaxsiy ko'nikmalarga boy ekanligi aytiladi. 여기 장난 아니거든요. Men kulgili bo'la olaman. Rap. 빨리빨리 계속 타지자는 리듬, 타지타지 리듬, 타지타지 리듬 이렇게 했죠. 죄송해요, 제가 가사를 몰라요. 완전 이런 식으로. Demak, bugungi yarim kunlik ish muzqaymoq. Bu juda katta bo'lsa ham biroz qiyinchilik bo'lsa kerak. Qiyin emasmi? Aha, qiyin bo'ladiganga o'xshaydi. 빡셀 것 같은데요? Uni ishlatish mumkinmi? 폰으로 보고 싶게. 비니얼? 저희 얼마 남았어요? 대단해요. Endi oldinga keting. Bugun men qo'shimcha kuchlar mavjud bo'lgani uchun ozgina hayajondaman. Nihoyat kirdik. 나 베라. Bugun birga ishlaydigan hamkasbim qayerda? 어디 계시지? 선배님. 선배님. 저기 숨어 혹시 여기 계시는 분이서? Xush kelibsiz. Askar bizga xush kelibsiz. Salom. Salom. 진짜 뭐지? Bugun yarim kunlik ishimni ham barbod qilaman. Bolalar, tayyormisiz? 괜찮으세요? 교수님도 이쪽으로 들어와 주세요. 네. 진짜 오빠 아이. Haqiqatan ham ajoyib. Men haqiqatan ham diqqatimni jamlashim kerak. 엄청 목소리. Sen chumolining tug'masidek kichkinasan. Agar siz qo'lqop Iltimos, kiysangiz, qo'l niqoblari kiyib oling. 아 얼굴을 하면 안 되지. yoshlik dramasiga o'xshaydi. 야. Sen hattoki qo'l niqob ham kiya olmaysan. Bu kuchli dushman. Men baskerop bil tashlashni intiqlik bilan kutyapman. Bu juda qattiq. Dopaminga qaramlik. 그게 기대가 되세요? 네. Ularning aytishicha Rainbow Sherbet unchalik ko'p tarqalmaydi. 바로 한번 해보세요. 집에 없지? 새똥구리 굴리듯이? 잠깐만. 뭐야? Nega yo'q? Menga biroz jilot ustida pishlot kerak. Yo'q, u haqiqatan ham chiqmaydi. San'at. 와우. 아니 진짜 안 되죠. Agar uni shu holatda qoldirsang, odamlar kelib sotib olishadi. Men esa suratga olaman. Bu ozgina san'at. 데미지 아팠다. Birinchi suvni siltab yuborish kerak. Ortiqcha suvni siltab yuboring va astalikni yarim oy shaklini bering. 와. Yarim oy formasi. Buni shunday ushlash kerak. 응? 누구한테 얘기해? 너무 딱딱한데? 느낌 있는데? Sen buni qila olasan. 더 열심히 해야지 이제 시작이니까요. Mening birinchi bayram muzqaymoqim. 완벽해요. 드디어. 3 xil ta'm. Siz uni shunday solingki, xaridor 3 xil ta'mni ham ko'rib tursin. 고객님한테 넣어드려야지. Bilasizmi, uni qanday qilib shunday o'rashingiz mumkin? Yo'q, iltimos, diqqatingni jamla. Devorni tirnash, moslashish biroz qiyin. 와 이게 Ha, u qattiq qo'l bola. Aftidan u mashhur emas. Unchalik mashhur bo'lmaganlar ko'p tarqalmaydi, to'g'rimi? 안 퍼지죠? 아니요 그건 Yo'q. 내 생각에 티를 좋아하셔. Voy, juda issiq. 근데 Lekin bu biroz agar ko'p kichraysang qiyin bo'lishi mumkin, to'g'rimi? 근데요? 발도 떠 있나요? 와 감독님 Vaqt aqldan ozgan, to'xtataylik. 우리 그쵸? Yana urib ko'raychi. 입니다. Bu yigit gangstermi? 진짜 웃겨. Siz qotil emasmisiz? Siz qizlar guruhidasiz. Qayerdan bildingiz? 어떻게 알았노?
Rahmat, ovqatingizdan rohatlaning. Juvon va Rora shu yerda, ya'ni muzqaymoq sotadigan joyda turadi. Men va Chikita peshtaxta oldida bo'lamiz. Chikita, olg'a. Nihoyat Chikita ketdi. U nihoyat ketganini aytdi. Salom, xush kelibsiz. Bu Baskin Robbins. Sizning buyurtmangiz bilan men yordam bera olamanmi? Men shunchalik hayajonlanyapmanki, ichari deya olmay qolyapman. Baskin Robbinsga xush kelibsiz. Sizga qanday porsiya kerak? 레귤러로 2개 주세요. Sizga stakanchikda kerakmi? 콘으로. 네. 열받아서 당이 조금 떨어져서 왔어요. Xohlaganingizni tanlashingiz mumkin. 맛이 여러 가지 있거든요. Oh, salom, xush kelibsiz. Bu Baskin Robbins. 안녕하십니까? 안녕하세요. U aytishicha, uning asabi buzilgani uchun shu yerga kelibdi. Iltimos bir daqiqa. 여기 있습니다. 선생님 맛있게 드시오. 진짜 잘 뻗다 나. 두 분 친구분이세요? Yo'q, bu sening boshlig'ing. 진짜요? Kompaniya madaniyati qanday? 분위기가? 근데 외국계 기업이라 그런지 조금 더 편하게 일을 해가지고 Lekin agar bu xorijiy kompaniya bo'lsa, odatda juda xotirjam bo'ladi, to'g'rimi? 반말도 하고 그러던데. 말은 안 된다. Voy, siz chindan ham aniq chizyapsiz. 속이긴 하다. 야도 타임 시작. 야도 타임 시작. 먹을래? 찐으로 싫어하시네. 환영합니다. Baskin Robbinsga xush kelibsiz. Bu Baskin Robbins. Iltimos, sizga nima kerakligini ayting. 잘 나가는 거. 잘 나가는 거예요? 지금 기분 어때요? O'zingizni qanday his qilyapsiz? 세상이 힘들어서. Agar muzqaymoq yesangiz, sizning kayfiyatingiz ancha ko'tariladi. 드시면 완전 좋아하실 거예요. 네. Qaysidan xohlaysiz? 뭐 드릴까요? 달달한 거 해주시면. 직장인 분들이시라 달달한 걸 많이 찾으시네. Nima ish qilasiz? 하시는데요? 뭐 Oh, sug'urta. 보험. 오, 보험? 당 많이 Ko'p shakar qo'shaymi? Nega yiqilding? Nima uchun shunchalik qiyin bo'ldi? 헤어질 때 손에 있던 쓰레기를 버려달라고 아, 제 손에 쓰레기를 넣고 제 손에 손을 한 번씩 닦는다고 Bu mutlaqo dahshatli mijoz. Yo'q, jiddiy aytaman, bu yaxshi emas. 진선 언니 Kuzatib turyapsizmi? 땀이 너무 났어요 생각을 하니까 땀이 나서 네 박지라지 마시고 세다 세다. 감사합니다 찌라지 마라. Bu shunchaki tortib olinmaydi. 힘들다. 인성들아. Ular bu Detroit cherkada upakovka borishni xohlashyapti. 이게 또 안 퍼지는 게 있단 말이지. 이렇게? 그리고 뉴욕 치즈케이크도 맛있어요. Ovqatingizdan rohatlaning. Yaqin ishtaha. bo'ling. 여기 많아. 있습니다. 손님 맛있게 드시오. 많은 외계인 먼저 드릴게요. 특별히 당첨되셨어요, 손님. 네. Turing, bu nima? Aftidan katta guruh kirib kelganga o'xshaydi. Baskin Robbins. 안녕하세요. 잠깐만. 뭐 하시는 분들이세요? 술 모델. 이럴 줄 알았어. 역시. O'ylashimcha, men bunda yaxshiman. 않아요? 자, 또 뭐 드시고 싶으세요? 그렇구나. Siz nima deb o'ylaysiz? Kim yaxshiroq? 어때요? 누가 더 나아요? 쉽지 않아. It's for you. Nima qilyapsan? Ishlamaysanmi? 일 없어. Unda men uchun o'ynab ber. Got that ball going. Baby got drip, 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 drip. Let's go. Ah, bu juda qiyin. Drip. 맛있게 드세요. 감사합니다. Voy, bu odamlar jiddiy. Men ularga pastdan tepaga qarayapman. Ko'zlarim hozir shunday edi. 허리 아파. 우리 살짝 좀만 쉬자. 좋아요. Biz u yerda biron biznesni rivojlantirish uchun bo'lmasligimiz kerakmi? Bizda mijozlar juda kam. Kechirasiz, janob. 와우 와우 와우. Qoyil, men Vorkdal MC'ni shunday qilaman. Keling, keling, keling. 안 오시네 아무도. Hech kim kelmayapti, mutlaqo e'tiborsiz. 아이고야. Bahor isitmasi meni urmoqda. 주문이 들어와 아 들어. Onni!
ishga kirishing. Nima, hozirgina buyurtma keldimi? 들어왔어요 지금? 어서 오세요. 제스키라고 있습니다. 여기 주문 도와드릴게요. Men o'zimga o'zga sayyoraliklik yoqadi. 초코 바닐라. 알겠습니다. Aytgancha sen nima bilan shug'ullanasan? 저 옆에 식당 알바하고 있는데 어때요? 힘들어요? 지금 트레이가 무겁게 들어와가지고 Hey, bu tantiq klient hozir ketadi. 가실 거예요. Bu biron bir haqli mijoz bo'lishi mumkinmi? 성 손님인가? Bu Baskin Robbins. 입니다. 중식에서 일하시는. 네 맞아 저도 사실 중식. Men ham Xitoy restoranda yarim kun ishlaganman. 댓글에 욕 엄청 많이 Ishimda yomon bo'lganim uchun ba'zi tanqidlarga uchradim. 나가셨으면 되게 잘하셨을 것 같아요 그래 나는. Men uyning oldi qismidagi materialman. 그래 저기 또 비싼. Voy, bu juda hashamatli emasmi? Agar qimmat bo'lsa, ularni davolashingiz kerak. Juda yaxshi, to'g'rimi? Qanday mijozlarga ega bo'lasiz? 좀 어디 회장님 이제 술에 취하셔서 팁을 5만 원을 주시고 그리고 이제 이거 택시비 해라 어머. Yana bitta? 또 들어가 노란색. 너 내가 안 줬지? 이러고 또 주시고 어머. Turing, men uni olmadim. Kutib turing, keyin ko'zoynak taqishingiz mumkin. Yechib oling, keyin sochingizni bog'lang. Salom. 머리 묶고 안녕하세요. Sochlar mana shunday bog'langan. Salom. 안녕하세요. 어서 오세요. 안녕하세요. Baskin Robbinsga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bu klient shakar porsiyasi uchun kelibdi. Noz-ne'matingizdan bahramand bo'ling. Men bu ishni erinchoq klientga bermoqchiman. Bu juda ham qiyin. Qiyin. Bora, yaxshimisiz? 그래 괜찮아? 무슨 소리야? 아우. 카운터가 많이 힘들었나 봐. Ishlar juda qiyin bo'lganda qoshingiz shunday bo'ladi. 뭔지 알지? 어머. Kutib turing. Bugun qancha vaqt ishlaymiz? 이래요 오늘. 아니 제대로 올리셨네 이분. 싹싹싹. 그렇지. 어때? Bugungi muzqaymoq yarim kunlik ish. Bu qiyin bo'ldi. Juda ham yomon. 완전 빡세. Voy, men o'lib ketdim. Ish tugashiga qancha qoldi? Men senga Chikita bilan qo'shiq kuylab beraman. Chikita ritmiga gitara chaling. Chikita ritmiga gitara chaling. 기타. 손님. 카운터. 안녕하십니까. 싱글 폰으로 50 50 bitta. ta 50 ta stakan, Bir daqiqa kuting, oxirgi mijoz juda qattiq. 50 ta. 선배님들 단체 주문 들어왔어요. 싱글 콘으로 50개. 사랑을 Men uni muhabbat bilan tarqataman. Meni aslida juda yaxshi deb o'ylamaysizmi? 아닌데. Men haqiqatan ham oshirdim shekilli. 진짜 제가 제일 완벽하게 푼 거. 나 진짜 좀 잘한 거 같잖아. 진짜 뭐야? Bu shakl aqldan ozgan. 무슨 단체 주문이에요? Kim uchun? 어떻게 두 분? Siz ikkalangiz juftmisiz? 애플민트. 얘는 좀 힘이 들어가네. Nihoyat tamomladim. Birinchi bo'lib kim iqror bo'ldi? 고백은 누가 하셨어요? 고백은 제가 Siz asabiylashdingiz, buni qanday qildingiz? 여자친구가 친구를 만나고 있어가지고 데리러 갔다가 이제 밤에 집 앞에서 고백하고 Demak, siz unga mashinaga o'tirishni aytdingiz. 그래서 약속했습니다. Oppa yangi mashina oldi, men seni olib ketgani kelyapman. Va nihoyat biz tugatdik. Men uyimga ketyapman. Rostdan ham hamma juda ko'p mehnat qildi. 300원? 300원. 41,000. 우리 오늘 몇 시간이었죠? 4시간. 완전. Bu mantiqiy. 예. 와우. 뭐가 제일 힘들었어? Peshtaxta oldi tinmasdan xush kelibsiz deb baqirib turish kerak va har doim kulish kerak. Hayotda xursandek. Men og'zim kulaverib og'rib ham ketdi. Men uchun yolpizli shkalatli chiplarni ochish qiyin edi. Hammasini tarqatmaysan. 이거 손에 붙고 안 떨어져가지고 그런 게 있더라. 걔가 제일 힘들었다. 그래. Yemang. Faqat shokolad yeb qo'ying.
Men bu bunchalik qiyin bo'lishini bilmagan edim. Bu yerda ishlaydiganlarga hurmatim oshdi. 리스펙합니다. 리스펙이야. Jiddiy aqldan ozgan hurmat. Bugun birga ishlash, buni sinab ko'rish juda qiziqarli bo'ldi. Uning hikoyasini tinglash juda achinarli edi. Ular juda qattiq mehnat qilishadi va o'sha qo'pol mijozlar jiddiy. Qo'pol mijozlar o'zlari haqida o'ylashlari kerak. May oyida bosh qo'shiq va raqs bilan qaytishni rejalashtirmoqdamiz. Chun, Iyunda bizda jahon turi bor. Bu bizning ikkinchi jahon bu turimiz. ikkinchi jahon sayohati. Kelinglar bolalar, shunday yo'lga chiqaylik. Baby Monster'da kimdir bormi? Kim yarim kunlik ishda yaxshi bo'lardi shekilli? Birinchidan u yerda Laura ismli do'stim bor. Do'stim chindan ham aqlli. Lekin u yerda eng kichigi Chukita ismli bola bor. Men energiyani umuman bilmayman. Kim bilan qoling? Men Chukitadan kattaman va Chukita meni Onni deb chaqirishi kerak. Men kattaroq ekanligim aniq. Men aytmoqchimanki, bu hattoki 1 yil ham emas, yarim yil xolos. Biz tengdoshmiz, shunday emasmi? Hey, sen qancha yil stajyor bo'lgansan? 너? 6 yil o'tdi. Hech birining ahamiyati yo'q edi. Agar siz shunchaki u yerga chiqsangiz, qattiq mehnat qilsangiz va natijalarga erishsangiz, 1 yil, bir necha oy davomida stajyor bo'lishingiz muhim emas. 8 yil yoki 6 yil hammasi ahamiyatsiz bo'lib qoladi. 한번 가보자. Meni ushlang. Pick me, pick me, pick me.